Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana obyektimizga keldik. Inshaalloh bu yerda santini ishlarni olib boramiz. Bu yerda razmerlarimiz 360 ga, eniga 210 ekan. Buni afishka bo'ladi xudo xolasa. 3,5 ga 2 qoladi rovna. Inshaalloh bu yerda rakovina o'rnatamiz. Bu yerda kir mashina bo'ladi, ustida aresta o'rnatiladi. Bu burchakda dushovый zona bo'ladi. Inshaalloh bu yerda teshiklar bor ekan, teshiklarni ham olib chiqdik. Uchiqlat qilgandan keyin issiq ko'tarilib ketmasligi uchun bu teshiklarni ham penalab qo'ydik. Inshaalloh endi santini ishlarni turbalarni qo'yib, suv turbalarni olib kelamiz inshaalloh bu yerlar. Mana kanalizatsiya turbalarni tashlab oldik inshaalloh. Hamma joyda 45 gradusli atutlar ishlatdik, pul atutlarni. Bu yerda ham 45, bu yerlarda ham 45, hamma joyda 45. Trapni o'rnatib oldik, xudo xolasa. Bu yerdan polning 45 ishlatilgan, 45 gradusli polatut, trani ham 45 gradus. Bu yerlarda ham polning. Bu yerda perexod 76 turbaga perexod bo'lib ketgan. Bu yerda suv kiryapti 20 lik turbada. 20 lik turba bilan montaj bo'ladi xudo xolasa. Mana do'stlar, shebim bilan asibga qoldik. Endi buni to'pirboga tayyorlaymiz. Pinaplex falga solamiz, ustidan setga solib, keyin to'pirboq ishlaganini to'qiymiz. Mana aziz obunachilar, to'pilboq stashkalarni qo'yib oldik xudo xolasa. Endi qolgan ishlarni stashka qurgandan keyin davom ettiramiz inshaalloh. Mana azizlar, stashkamiz ham qurdi. Endi bu yerga pishig'ishni mashina qilib перегородка olamiz. Keyin mayaklar o'rnatamiz. O'sha podonni o'rib podurgan qilib. Mana mayaklarni ham o'rnatib oldik. Endi keyingi qolgan ishimiz rastvor bilan bu yerda tekkizlab chiqamiz inshaalloh. Mana azizlar, dushovый zonamizga o'rganga qo'yib oldik stashkamizni. Endi inshaalloh bu quriguncha karkaslarni to'qib turamiz. Mana do'stlar, bu yerda ham 3 plit qilib oldik, reykalarni to'qib 3 plit qilib oldik inshaalloh. Bazalt steklovodada 3 plit qildik, qalinligi 5 cm. Devorlarni 1 qavat qildik. Patologda bo'lsa 2 qavat qildik. 5 cm da 10 cm 3 plit bo'ldi inshaalloh bu yerlar. Patologga ko'p 2 qavat qilganim sababi asosiy issiqlik patologdan chiqib ketadi, o'shaning uchun patologda 2 qavat 3 plit qildik. Devorlar bo'lsa 1 qavat bo'ldi, 5 cm lik bazalitda. Dushovый smeslar o'rni qoldi. Bu yer bo'ylar bo'ladi, bu yerda rakovina, bu yer mana o'rni, kir mashinani o'rni. Bu yer bo'lsa radiator qo'yiladi, radiatorga to'kilib olinadi. Bu yerdan kiradi, bu yerdan qaytib chiqadi. Polda aylanib. Uni ham bitgandan keyin xudo xolasa polni video qilaman inshaalloh. Do'stlar, mana kafelni ham bosib oldik. Endi devorni plastigini bosishni boshlaymiz, qatirishni boshlaymiz inshaalloh. Biz patolog plastikni qatirib olgandik, чтобы kafelni bosayotganda ustimizga steklovata tushmasligi uchun. Endi devorni plastik qilishni boshlaymiz inshaalloh.
Mana do'stlar, hammamiz ham bitta. Kirganimizdan qo'l tomonda radiator joylandi. Radiatorga 1,5 kW ten qo'yilgan. Bu radiatorimiz tepli polga ulangan sirkulyatsiya nasoslari bilan. Kirganda oxirida undan keyin dushovoy zonamiz. Dushovoy zonamiz razmerlari 2 metrga 1,20 cm, 50 cm traplari bilan. Bu yerda o'ng qo'l tomonda burchagida sovun shampun uchun postavka. Bu yerga qora semestr joylandi. Polga 60 ga 60 razmerda kafel bosildi. Ajoyib to'q yashil ranglarda. Bu yerda bo'lsa 80 litrli aresonimiz joylandi. Uni ostida kir mashina bo'ladi. Bu yer kir mashinaga slif bilan suvga joylashib ketildi. Bu yerda bo'lsa kirganda chap qo'l tomonimizda 60 santimetrli rakovina joylandi. Uning ustida shishali postavkamiz, uning ustida bo'lsa yumaloq shunaqa ko'zguimiz. Do'stlar, video davomida xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Like bosib, podpisatsiya qilib, podдержка qilib turinglar. Inshaalloh bundan keyin ham yaxshi videolar chiqaramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.